Assalomu alaykum barchaga. Bugungi obzorimizda o'sha qilib yotgan ishimiz 514 yo'q, 524. Kechirasizlar. 524 avtomobilimiz, Mercedes avtomobilimiz. Samosval qilish jarayoni davom etyapti. Xudo xolasa oxiriga yetib qoldik buni ham. Yana orqa zatning chiroqlarigacha qo'yib qo'ydik. Uzoqroqdan ko'rsataman. Juda go'zal chiqdi. Shalaka bo'laklarga e'tibor bermaslar, chunki u tomonda yuk bosish kerak bo'lib qolgan joy bor edi, shuni to'g'irlash uchun yuk bosib to'g'irlashga harakat qildik. Xudo xolasa chiroyli bo'ldi. Mana ishlarimizni ham ko'raverasizlar. Chunki chiroyli. Klientimizni talablariga binoan bunaqa huzurlari bilan, naqshlari bilan qo'yib berdik. Xudo xolasa o'sha gaz balonni bugun o'rnatib yurgizishga harakat qilamiz. Akkumulyatorlargacha tayyor.